nima qilyapsan? Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima o'g'irlarga o'xshab turibsan? Opam kelgandilar uyga, jiyanlar bilan. Ha. Tog'a kelishingizda shokolad olib keling dedi. Yonimda pulim yo'q edi. Uxlab qolishsa kiraman deb kutib turdim aka. Aksiga olib uyda ham yo'q edi. Nima deysan endi? Erkakchilik bo'lib turar ekanda. Qara, mani magazinga olib tushib kela olasanmi? Benzinim kamda aka. O mazgi qo'shningman-ku. Bo'pti, jiyanlaringga shokolad olib beraman. Bu boshqa gap. Davay. Tani ham ovora qildimi tashib turib? Ovorasi bormi aka? Aptekaga kirib chiqing. Tezroq chiqing faqat. Jiyanlar uxlab qoladi-da. Voy mazgi. Alisizlar. Xo'p, bu senga. Bunisi senga. Rahmat tog'a. Yana nima olib keldingiz? Mana men bilan olib keldi. Sizlar uyga kirib turinglar, hozir kiraman. Xo'p. Pola qo'lim olib ketdi. Nima deyapsiz aka? Ol mamini. Uyga degandingiz-ku. Sani uyingga-da. Nimaga men bilan Aptekaga chiqqan edim. Ol. Jiyanlar xursand. Davay. rahmat aka.